Salom hammaga. Biz bugun Batan Body magazinga keldik. Bugun sovunlarga shunaqa sale beribdi. $2.95 dan. Qaranglar. Mana bularni ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu hand sanitizerlar qaranglar. Kremlilari. Hozir mana bunaqa peachdan tanladim, shaftoliligidan. Hozir ko'ramiz yana qanaqa hidlilari bor. Sovunlarni qo'yishga mana bunaqa даже idishlar ham chiqarishgan. Masalan, mana buni vanniylaga qo'yib qo'yishga qaranglar. Qizlar qaysi hid yoqsa shundan tanlab olamiz. Masalan, mana bunisi. Sovunlarni har xil hidlilari bor. Limonli, qulupnayli, kivi, mango, har xil. Odam rosa ko'p. Naryolarda ham rosa ko'p ekan. Mana qaranglar, shag'amlarga shunaqa idishlar bilan qo'yib qo'yishgan. Qo'yib qo'yasizlar, shag'am bilan ochib qo'ysanglar, chiroyli bo'lib turadi uylarda. Mana bu ham shag'amlarga, что интересно, mana bunisini ko'ramiz hozir. Qaranglar, chiroyliligini. Tak narxini sizlarga ko'rsatib ketaman. $14.95. Chiroylimi qizlar? Har xil tsvetlar bor. Bunaqa qora xohlaganlarga qoralari ham bor. Qaranglar, mana bu ham yoqdi menga. Mana bunaqasi ham bor ekan. Bunaqalardan ham bor. Yaltillab turadi. Buni narxini hozir ko'rsataman sizlarga. Mana $29.95, почти $30 degani. Men o'zimga sovunlarni tanlab oldim. Qaranglar, laynda turganda bunaqa chiroyli podarkaga bunaqa qo'yib qo'yishgan. Sovunlarni idishi bu mana $12.95. Podarishni qilib qo'yib qo'yishgan, qaranglar. Даже sovunlarni ham mana podarishni qilib o'rab qo'yishgan. Mana oldim sovunlarni. Endi uyga ketamiz. Shu hamma savollar nech pul bo'ldi deb o'ylaysizlar? Javobinglarni kommentariyada kutib qolaman. Rahmat.